Assalomu alaykum arzuyum taam pishiriq 2 soniyadagi barliq azizlar. Bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz üzüm aralashtirilgan kiyga, ya'ni üzüm aralashtirilgan bolka deb qo'yamiz. Buni ketadigan materiallar bo'lsa, 4 tal tuxum, mana chaqib oldik. Undan keyin sarmaydan 220 gram sarmay, şanfindin 5 gram, şekerden şeker 210 gram, undan 300 gram un, podafinden 10 gram podafin, 2 gram yani bir çimdim tuz, 220 gram quruq üzüme, muş materiallar ketidi. Tayyorlash bosqichi o'tsak, biz oldi bilan mana 4 tal tuxumni, tuxum ko'ptirgich asbobimiz bilan toza yaxshi oqarg'uchan ko'ptirib olamiz, xonimlar. Endi tuxum ko'ptirilib mushalat kelgan chog'da biz 5 gram şanfin ya'ni vanilyan savatimiz, qizlar sevetib buni ko'ptiramiz. Mana 5 gram şanfin saldik, yana qayta ko'ptiramiz. Mana tuxum ko'ptirib mush xilalat kelganda buni bo'ldi qilamiz. Undan keyin qachimizga mavu 220 gram sarmayni solamiz. Sarmayning ustiga 210 gram shekerimizni qo'yib, buni yaxshi aralashtiramiz. Buni mavu sheker bilan sarmayni mush qo'limiz bilan bir mijovatimiz, qizlar bo'lmasa sarmay sal qattiq bo'lg'achqa bevosita to'qlik ko'ptirishni solsak, mavu toza yaxshi erimay qolibdi. Endi buni to'qlik ko'ptirish bilan toza yaxshi oqarg'ucha ko'ptirib olamiz. Endi sarmayni ko'ptirib mushalat kelganda abaytin ko'ptirib olgan tuxumniki, tuxumning aralashmasini az-azin buningga 2-3 qatimga bo'ylib turib, az-azin quyib turib ko'ptiramiz, xonimlar. Mana angarqısını qo'yib atdik, endi buni qayta ko'ptiramiz. İkinci qadamda biz 300 gram unimizning to'piga 10 gram podafin bilan bir chimdim tuz, ya'ni 2 gram tuzni qo'yamiz. Qo'yib, buni tasqab turib, abayqi tuxum sarmay aralashmasiga to'kib turib, qayta chalamiz. Sarmay sheker aralashmasining to'piga bu unimizni ko'ptirgich bilan tuzni aralashtirayotganda mushaq tasqab turib tushiramiz, xonimlar. Hammasini tasqab solamiz. Buni mush to'g'ri ko'ptirgichimiz bilan uchi bilan mushaq bir aralashtiryapmiz. Bevosita mang'sak, un to'zib chiqadi, xonimlar. Buni bir aralashtirib olgandan keyin tuaxotda aralashtiramiz. Endi bu aralashmani aralashtirib tayyor qilgandan keyin buning ustiga 220 gram quruq uzumni selib aralashtiramiz, xonimlar. Buni tekshi aralashtiramiz. Mana quruq uzumni aralashtirib oldik. Endi buni qilib mayqaga selib to'kamiz, xonimlar. Mana xonimlar, qilibimiz mayqaga sap bo'lgandan keyin buni suya bilan maylayotqa. Maylayotib, abayqi aralashmamizni to'kdik. To'kkandan keyin mush paloqlimizning yordami bilan buni tashlab olgandan keyin mush o'tira qismini mana potirib kesyapmiz. Kesib shakl chiqarib bo'lgandan keyin, ondan keyin buni duxovkaga solib 160 Selsiy gradusda, 160 Selsiy gradusda 90 minut pishirib olsak bo'ldi, xonimlar. Mana duxovkaga soldik. Buni 90 minut pishirib olamiz. Mana xonimlar, kekimiz pishib chiqdi. Buni listdan ajratib 15 minut sovigandan keyin ondan kesib, taqsir tizib iste'mol qilsak bo'ldi. Endi buning ustiga ozroq un shekerni sepib bezaymiz, xonimlar. Har kim o'zini yaxshi ko'rishi asosan shokolad avlamda un sheker avlamda sepib bezsak bo'ldi.